Do'stlar, barchangizni kutib olaman. Bugun esa bizda ko'rib chiqiladigan mavzu sifatli ovoz retsepti. Bu sizning cho'ntagingizga ham qattiq ta'sir qilmaydi. Bu Signum akustikasining ikkinchi avlodi. Avvalroq men birinchi avlod haqida ham ko'rib chiqish qilganman. U kanalimizda bor. Bugun esa nimalar o'zgarganini, ular nimalarga qodirligini ko'rib chiqamiz va albatta qanday ovoz berishini eshitamiz. Siz IQ kanalidasiz. Mening ismim Pavel va biz boshlaymiz. Xo'sh, qadimiy an'anamizga ko'ra, avvalo to'plamni ko'rib chiqishdan boshlaymiz. Demak, do'stlar, akustika mana shunday qutilarda yetkazib beriladi. Barcha kerakli texnik xususiyatlar orqa tomonda ko'rsatilgan. To'plamga kafolat taloni ham kiradi. Shuningdek, har qanday mahsulotimizga 20% chegirma olish bo'yicha yo'riqnoma yozilgan flyer ham bor. Bu yerda hech qanday murakkab narsa yo'q. Shunchaki mahsulotimizga video sharh tayyorlaysiz, uni ijtimoiy tarmoqlarga joylaysiz, havolani bizga yuborasiz va keyingi safar rasmiy saytimizda buyurtma berganingizda istalgan mahsulotga 20% chegirma sovg'a qilamiz. Orqa tomonida barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga havolalar joylashgan kod bor. Albatta obuna bo'ling va TM jamoasiga qo'shilish uchun ham kod mavjud. Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma unda o'rnatish jarayonida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan barcha savollarga javob topasiz. Yuqori va past chastotalarni ajratish uchun crossover. Mana shunday istagancha, ular sizda standart joyda Twitter uchun joy bo'lmasa kerak bo'ladi. Shunga ko'ra, Twitterni shu yerga joylashtirasiz va, masalan, torpedoga o'rnatishingiz mumkin. Ko'plab mahkamlash elementlari va himoya panjarasi. Ko'rib chiqish uchun birinchi nomzod sifatida men birinchi o'rinni egallashni taklif qilaman. Bu 16,5 cm o'rta bas karnay, 25 mm ipak gumbazli Twitter va crossoverdan iborat klassik akustika komponenti. O'lchamlari tufayli akustika standart joyda deyarli har qanday avtomobilga mos keladi. Diffuzor materiali bu armaturali tolali membranali preslangan sellyuloza. Ushbu material ogirlik, qattiqlik va demperlashning mukammal muvozanatini ta'minlaydi. Bu esa past va o'rta chastota diapazoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Dinamiklarning podveskasi yuqori sifatli butilkauchuk rezinadan tayyorlangan bo'lib, yaxshi yurishni ta'minlaydi. Dinamik ichida diametri 30 mm bo'lgan misliksiv ovozli galtak joylashgan bo'lib, u dinamiklarning unumdorligi va xizmat muddatini oshiradi. Qafas po'latdan yasalgan va antirezonans qoplamaga ega. Eshitganimizdek, juda boygiq va barcha parazit tovushlarni yo'qotadi. Yuqori zichlikdagi ferrit magnitli rivojlangan magnit tizimi harakatchanlikni, yurishning chiziqliligini va tizim quvvatini oshiradi. Endi esa Twitterlarga o'tamiz. Ularning diametri 25 mm. Diffuzor materiali ipak, diffuzor turi gumbazsimon. Bularning barchasi yuqori chastotalarni yumshoq va batafsil ijro etilishini ta'minlaydi. Albatta, Twitter ichida neodin magniti joylashgan bo'lib, u dinamikning sezgirligini va ijro etiladigan chastotalar spektrini oshiradi. Birinchi va ikkinchi versiya o'rtasidagi asosiy farq bu quvvatning oshirilishi va qarshilikning kamaytirilishidir. Yangi versiyada quvvat zaxirasi avvalgi 60 Watt o'rniga 70 Wattni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, u musiqadagi dinamik cho'qqilarni yaxshiroq ko'tara oladi. Zamonaviyroq materiallardan foydalanish esa vokal va asboblarni yanada aniqroq yetkazib berish, shuningdek, buzilishlarsiz chuqurroq bas kabi yoqimli bonuslarni beradi. Ijro etiladigan chastotalar diapazoni o'zgarishsiz qoldi. 50 Hz dan 20 000 Hz ga qadar. Bu tizim subwoofer bilan juda yaxshi moslashishini anglatadi. Ushbu akustikaning asosiy o'ziga xos jihati esa qarshilikning 3 ohmgacha tushirilganidir. Bu xili standart magnitofonlar va kuchsiz kuchaytirgichlar uchun ko'proq samaradorlik olish maqsadida qo'llaniladi. Bularning barchasini to'ldiruvchi yana bir jihat. Bu 93 desibelga teng yuqori sezgirlikdir. Bularning barchasi shuni anglatadiki, akustika kichik quvvatdan ham a'lo darajada ochiladi. Endi esa komponentli akustikamizning ukasiga o'tamiz. Bu PUB 622 koaksial dinamikidir. Aytgancha muhim eslatma. Agar kim bilmasa, koaksial dinamik bu bir nechta faol nurlantiruvchi elementlar bitta nurlanish oqida joylashgan bo'ladi. Ya'ni bizning holatda bu midwoofer va Twitter. Shu sababli bunday dinamik keng yo'naltirish diagrammasiga ega va o'rnatishda qo'shimcha murakkabliklarni talab qilmaydi. Chunki Twitter alohida joyga o'rnatilishi shart emas. U allaqachon dinamikning ichiga o'rnatilgan. Ovoz signalini past va yuqori chastotalarga ajratish uchun dinamikning o'ziga o'rnatilgan kondensator javob beradi.
Coaxial dinamikning ishlab chiqarish texnologiyasi ham xuddi uning aka-uka SIPIP 6.2 kabi. Diffuzor ham premium sellyulozadan va butil kauchukli rezinadan tayyorlangan podves ham bor. Bu ham dinamikning yuqori yurishini ta'minlaydi. Xuddi o'sha diametri 30 mm lik mis kisib galtak va hattoki Twitter ham xuddi shunday 25 mm diametrga ega. Material neodon magnitidagi ipak. Bularning barchasi old va orqa tovushlarning umumiy xarakterini ta'minlash uchun juda muhim. Ya'ni boshqa so'z bilan aytganda, ton balansi orqa yoki old akustikaga olib ketmasligi uchun. Sub 622 akustikasining nominal quvvati 60 Watt, sezgirligi biroz yuqoriroq, 94 desibel va u ham 3 ohm qarshilikka ega. Coaxial dinamiklarning qo'llanilish sohasi albatta faqat old qism bilan cheklanmaydi. Ularni orqa akustika sifatida ham ishlatish, orqa eshiklarga yoki orqa tokchaga o'rnatish mumkin. Umuman olganda, bu akustikani juda ko'p joyda ishlatish mumkin. Belgilash berganimda boshqalarni ko'raman. Ular menga tashlanishga tayyor. Bu mening aybim emas. Xo'sh, do'stlar, endi xulosa qilish vaqti keldi. Signum akustika liniyasi o'z avtomobilida yaxshi va muvozanatli ovoz xohlovchilar uchun ideal variant. Agar siz o'z ovozingizdan zich va kuchli bas, jonli o'rta chastotalar hamda kristaldek tiniq yuqori tovushlarni olishni istasangiz, albatta Signum bu sizning tanlovingiz. Narx va sifat nisbati bo'yicha esa aniq shunday. Mahsulotga havolani tavsifda qoldiraman. Albatta oting va uning qanchalik arzon ekaniga qarang. Menda shu bilan hammasi. Barchangizga tomosha qilganingiz uchun rahmat. Albatta like bosing, izoh qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Yangi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.